Buxoro amirligi bayrog'idagi xamsa ramzining Muhammad alayhissalomga, islomning muqaddas 5 arkoniga, Bobildagi majusiy ma'buda Ishtarga hamda Amir Muzaffarga qanday aloqasi bor? Tarix jozibasi va o'tmish falsafasi faqat Dervishnot sahifasida. Gap shundaki, Buxoro amirligining aynan bu bayrog'i Amir Muzaffar tomonidan 1868-yilda qabul qilingan. Bayroqning bir tomoniga kalima-i shahodat, boshqa tomoniga esa Amir ismi yozilgan. Markazga islomda muqaddas hisoblanuvchi Fatima qo'li yoxud Xamsa ramzi tushirilgan. Yahudiylarda bu ramz Maryam qo'li deb ataladi. Lekin musulmon talqinida Xamsa aynan payg'ambar oilasini anglatadi. Ya'ni Muhammad alayhissalom, Ali ibn Abu Talib, Fatima az-Zahro, Imom Hasan va Imom Husan. Bundan tashqari ushbu kaft islomning 5 arkonini, ya'ni iymon, ro'za, haj, namoz va zakotni anglatadi degan faraz ham mavjud. Buxoro amirligi bayrog'idagi xamsaning yuqorisida boshqa islom dini ramzlari, hilol va 5 burchakli yulduzni ham ko'rish mumkin. Aslida xamsa tumorining ildizi qadimgi Bobilga borib taqaladi, chunki xamsa ramzining ilk ko'rinishi Ishtar qo'li ramzi bo'lgan. Ishtar qo'li qadimgi Mesopotamiyada keng tarqalgan, ochiq kaft shaklida yasalgan apatromik tumor bo'lib, u Inanna, ya'ni ma'buda Ishtar bilan bog'liq edi. Bu tumor yovuzlik, kasalliklar va yomon ko'zdan himoya qiluvchi belgi sifatida xizmat qilgan. Qiziq tomoni shundaki, mazkur ramz ildizlari qadimgi Misrda ham uchraydi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizni yoqtiruv tugmasi bilan qo'llab-quvvatlang hamda Dervishnot sahifasiga obuna bo'ling.